Ko'rib turgan shu setinglar sizlarni xursand qilishi aniq. Ushbu komplektimizning 1 metrli shkoflari ko'rishingiz mumkin. Fasadlari 100% NDF dan bo'ladi. Komotiga alohida e'tibor berishingizni so'rab qolardik. Sababi bu komotimizni xohlasanglar o'zingizlar pelenarnik qilib ishlataverasizlar, xohlasanglar yonida kiyimlarni taxlab, kashlarni qo'yib foydalanishingiz mumkin. Komotimizning yana bir ajoyib tarafi fasadi juda ham chiroyli ishlangan, ham oyoqlari ham bo'ladi bu komotimizning. Tortmalari ochilib yopilishi juda ham oson ishlangan, 4 ta tortmasi bo'ladi. Komotimizning fasadi 100% NDFli bo'ladi. Ko'rib turgan ushbu kravatinglar bemalol 10 yoshgacha foydalanishingiz mumkin. Xo'p, kravatimizning naborlariga nimalar kiradi? O'zini ajoyib pardalari bo'ladi. Ichiga keladigan bo'lsa, ichki qismida o'zini ko'rpa tushaklari bo'ladi. Kravatimizni bir vaqtda o'zida ham yulka, ham balonidan foydalanishingiz mumkin. Kravatimizni katta bo'lgan holatida o'zini paralon matrasi bo'ladi va katta bo'lgan holatida bu paralon matras kichkinalik qiladi. Qo'shimcha paralon matras ham qo'shib beramiz. Komplekt naborimizni sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Aytgancha, bu videoni beshita o'qimoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar.